Assalomu alaykum. Bugun ro'zani 11-kuni. Amalda 11-badarka. Kecha fiyoletoviy ochdim, bugun oqimot. Buni chaqali. Qur'onni mo'jizalaridan yana bittasi. 21-sura 30-oyatda, sura Al-Anbiyada biz osmonni himoyalangan tom qildik deyiladi. Ya'ni bu atmosfera qatlamini zararli nurlardan va meteoritlardan himoyadir. Buncha chiroyli bu. Brelok ekan. Yig'ishasizlar. Rahmat Diloramda va Diloramga savolim, Qur'onda eng go'zal qissa deb qaysi bir surani aytiladi? Hammaga assalomu alaykum. Dilafruzning savoliga javob beradigan bo'lsam, eng go'zal qissa bu Yusuf alayhissalom qissalari, chunki u yerda hamma narsa keltirilgan: sinov, sabr, muhabbat, kechirim, xiyonat, hamma narsa keltirilgan va sovg'alarimdan kechagi bitta oyog'imga bosib ikkinchi oyog'imga rahmat. Mani savolim bo'lsa, shu suradan savol etaman. Yusuf alayhissalomdan hammamiz bilamiz, kambag'allikdan katta martabaga ko'tarilganda o'sha qaysi davlatda bo'lgan? Kommentariyaga yozinglar, gaplashamiz kommentariyada.